Bugun bozorda tarvuz ko'payib ketibdi, akalar. Kecha kungi yomg'irda ta'siri shekilli. Bugun narx-navoni Xudo xolisa to'liq tushuntirishga harakat qilamiz. Chunki tarvuz juda ham ko'p. Har kungi holatdan o'rtacha bir 70% ko'proq tarvuz. Narxlar tushdimi yoki ko'tariladimi? Bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariyada fikr yozaverasizlar. Biz asta-sekinlik bilan olib ketaveramiz. Bunga o'xshash saralari ham bor, maydalari ham bor. Xudo xolisa mana nimaga ketyapti taroziga. Xo'p, tarozidan chiqyapti, ketyapti. Unda biz boshladik. Xo'p, asosiysi birinchisidan boshlaymiz mana o'sida. Assalomu alaykum. Dehqonboy, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul ekan, xudo xolasa? 2700 kam. 2700 kam. Bozor qancha qilyapti? Bozorami? Endi keldi. Endi yetib kelib turibsiz. Endi yetib kelib turibdi ekanlar. 2700 so'm narx qilishyapti ekan. Yirikligi ham zo'r, xudo xolasa. Kecha kungi yomg'irdan keyin tarvuzning rangi ham o'zgarib ketibdi. Boshqacha bo'lib. Chunki buni chanqagan sifat ko'rinib turuvdi-da bir 5-6 kun oldin. Hozir tarvuzning rangi ham o'zi ko'm-ko'mtir bo'lib ko'rganda tirs desa kerak hozir so'yilganda. Bu kimdan bu, dehqon bu? Sizdanmi? Nech pul? 2700. Bozor qancha qildi, dehqon bu? 21 qilyapti. Berganlari yo'q. Xudo xolasa dehqon buamiz tarvuzlarini 20, ya'ni 2100 so'mdan kilogrammini qilinyapti ekan. Berilmayapti ekan, xudo xolasa. Nech gektar bor, dehqon bu? 2 gektar bor. Telefon raqamingizni aytib yuboring. 77 li. 007 97 29. Ismingiz? Abdumannovga telefon qilasizlar, dastavka ham qilib beraveradi, xudo xolasa kelishilgan holatda. Bozorlaringni bersin. Hop, asta-sekinlik bilan olib ketaveramiz, xudo xolasa. Oxirgi uzumlari shekilli mana tarvuzda. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan, xudo xolasa? Dehqon bu? Qalaysiz? Nech pul? Aka bo'lsinlar. Qancha? Tarvuz egalari bor. Ha, egalari bor ekan. Qancha, xudo xolasa? Qancha ash turishi? Turishi 2 million. Turishi 2 million so'm. Xudo xolasa turishi 2 million so'm. Kelaverasizlar. Xudo xolasa bu bozor Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashiy tarvuz bozori bugun. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Qovunlarni ham olib ketishga harakat qilamiz. Bugun tarvuz juda ham ko'p. Xo'p. Xudo xolasa egalari yo'q. Bu kimdan ekan mana u yirigi? Sizdanmi? Nech pul aytishdi, bilmadingizmi ovoda? 3000 so'm. 3000 so'm aytishyapti. Bozor qancha qilganini ham Endi kelishdi, qonlar ochib choy ichgan. yaxshi. 3000 so'm narx aytishyapti ekan, choy ichganiga yetishibdi. Xo'p, mabodo kerak bo'lsa mana shu nomerlar. Telefon qilaverasizlar. Xo'p, assalomu alaykum. Dehqonboy, yaxshimisiz? Nech pul ekan tarvuzingiz? Xudo xolasa. 3000 so'm kami bor. Xudo xolasa 3000 so'm kami bor. Maşalloh, falaklarini qaranglar. Kecha kungi yomg'irdan keyin tarvuzlarimiz yaltirab darsillab ketdi. Xudo xolasa. Bag'i o'zi ko'paygandan ko'payyapti mana. Bugun Vodiy Toshkent tarvuzga to'yadigan kun shekilli, chunki tarvuz juda ham ko'p. Bozor qancha qildi? 2 soatda. Aha. Bittasini 23, bittasini 24. Ya'ni ikkita damazdagi bittasini 23, bittasini 24 ga sotdingiz. Bu uchinchisi xudo xolasa? Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Necha gektar bor? 3 gektar. 3 gektar bor. Telefon raqamingiz? 95 lik 819 819 98 91 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa tarvuz kerak bo'lsa 3 gektar paykalda bor. Juda zo'r. Mo'ljallim 70 raqami. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlardan tarvuz mo'ljallim yetib kelibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nech pul ekan? Qayerdiki? Jizzaxniki. Kecha kommentariyada bir kishi yozuvdi. Tarvuz olmay turinglar. Jizzaxdan ikkita Isuzuda tarvuz ketyapti. Tarvuz narxi tushib ketadi deyishuvdi. Xudo xolasa nech pul ekan sizda? 2000 trendda-yu. Narx tushib ketmas ekan aka, kommentariyada yozgan ekan. Namorat ko'tarilar ekan. Sababi 2800 so'm. Bozor qancha qildi? 2500, 2500. Nima de aldamay, doim 2500, 2550. Assalomu Xabar qo'lingizda o'tdi. Hech popol kelmaymiz. Popol kelib qoldik endi. Rahmat. Solingiz yaxshimi?
kecha tarvuz ko'tariladi deyishuvdi. Keyin ham haqiqatan ko'tarilibdi balatga. Men telefonim olsam boshida siz turasiz. Shana 4 yil, 5 yildan beri kuzataman. Gap yo'q. Joningiz omon bo'lsin. Bozorlaringni bersin. Xo'p, hurmatli akalar, xudo xolasa asta-sekinlik bilan olib ketaveramiz. Bozorimizda bugun tarvuz bisyor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kimdan bu? Sizdanmi aka? Sizdanmi? Ha, sizdan ekan, faqat narxini aytib yuboring. Jabbar. Va Jabbar aka. Alo. Baqa aka do'st. Baqa kecha. Ko'rinib Qochma. Ketay turganlaringiz. Jabbar akani taniganlar bormi? Qulpiraga borsangiz ham Jabbar aka, Olmaga borsangiz ham Jabbar aka, Qovunga borsalar ham, Tarvuzga borsalar ham. Hop. Kimdan bu? Tarvuz kimdan aka? Sen tarvuz olib chiqdingmi o'zing? Jigar. O'zing olib chiqdingmi? Ha. Yaxshimi? Zo'r. Va nihoyat. Sen o'zing ham yekkanmisan? Ha? Nech pul og'a? 2800 so'm. 2800 so'm. Bozor qancha qildi? 2,5 ming. 2,5 ming qildi. Seni ham tarvuzini narx qilyapti og'a. To'rsini tepmay narx qilishyaptimi? Jabbar tarvuz olib kelib oldida. Necha gektar yetamiz do'st? 5 gektar. Voy, gap yo'q. Juda go'zal. Telefon raqamini ayting Jabbar aka. 93lik 279 9500. 279 9500 raqamlariga telefon qilaverasizlar. 5 gektar bor ekan, xudo xolasa. Gap yo'q. Havas qildik. Siz bilasiz, tovarni bitta qanaba olib chiqishdi. Oy, mo, tarvuz ko'ryapsizlar? Pochkalarni yotib tarvuz xudo xolasa. Tagi o'ta bisyor. Assalomu alaykum. Dehqon boy yaxshimisiz? Nech pul ekan xudo xolasa? Yaxshimisiz dehqon aka? Qalaysiz? Nech pul? 2800 so'm. Bozorga ko'p qo'yib chiqibsiz xudo xolasa. Ha, shunaqa. 2800-2900 narx aytilyapti ekan. Hurmatli akalar, ertalabda mana unimda hozir qaysi birida ko'rdim. Mana ularni ko'ryapsizlarmi tarvuzi? G'odir ha? Dang. Xudo xolasa. Pichoqni ursangiz pars etib yuboriladi. Javob. Ta'miga ham javob, ko'rinishidan. Mo'jalim xomini uzishmayapti. 2800-2900 bozor. Bozor qancha qildi dehqon bu? Bozor 25-26 qilyapti. 2500-2600 so'm kilogramga qilishyapti ekan, berilgani yo'q ekan. Bisyormi ko'p olib chiqsiz mo'jalim, bir 5-10 gektar ekkanmisiz? Shunaqa. 90 nomeringiz? Va kakras. Mana nomerlari 95 076 55 54. Telefon qilaverasizlar, mabodo bir joyga ko'pgina to'kish kerak bo'ladigan bo'lsa ham mana shuncha qilib, xudo xolasa bor. Bozoringiz bersin. Voy, ketaveramiz. Asta-sekinlik bilan. Tarsillatib urib, xudo xolasa. Va o'ta go'zal qilib uzilgan kimniki? Assalomu alaykum. Siz bilasiz, tarvuz ishda. Palahlari minun. Uzun sochli qizlarga o'xshadimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay. Uzun sochli qizlarga o'xshatib olib chiqdilar bugun. Nech pul? Yashatmasa bo'lmayapti-da. 3000 kilogramga. Bozor qancha qildi? 2300 so'm qildi. Berganingiz yo'q. Bunaqa uzun sochli qizlarga o'xshatib tarab chiqilgan 2300 ga berilmaydi. Bozoringiz bersin. Ana o'zimizda Farhod aka, yaxshimisiz? Deqonchiliklar Dehqon buva. Keling bitta so'rashay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yetdingizmi tarvuz? Bu yaxshi. Nech pul Farhod aka? qaysi? Tarvuz. Mana o'sha bizniki, ana o'sha bizniki. Mana chiroylisimi? Chiroylisi ya. Oh. Ana o'sha ham, ana. Ha? Ana shuni ham bizniki. O, no va? Mashalloh, juda zo'r. Nech pul Farhod aka? 2500 kam bor ya. 2500 kami bor. Arzonginaga berib yuboriladi, xudo xolasa. Kilogramga 2500 so'm. Eshitilsa, Eng kichkinasi ham 5 kilo. Oh. Dangir-dungir qilyapti-yu. Pichoq tapga shuni tsalang, vap etib yorilib turib tayyor bo'lib beradi, xudo xolasa. 2500 so'm. Qancha aytdingiz Farhod aka, xudo xolasa? Nech gektar bor? Bundami 5. 5 gektar. Telefon raqamingizni aytib bering. 90 93lik 470 81 raqamlarga telefon qilasizlar.
203 ta xudo xolasa dastlabki ham qilib beraveradilar. Mabodo paykalga tashrif buyursalaring, Ikkita damazon bor. uzib ham beraveradilar xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Ikkita yonma-yon bor xudo xolasa. Tarvuzda oxiri yo'qmi? Bugun tarvuz o'ta bisyormi? Akalar, nima deysizlar? 10-daqiqasiga qarab ketyapmiz. Tarvuz hali yakunlangan yo'q. Bir tomonini olib chiqdim 10 daqiqada. Sizdan aka? Charchamayapsizmi? Nech pul? 3000 deyapti. Bozor qancha qildi? Bozor 2,5 ming qilyapti. Bozor 2,5 ming qildi, berilmabdi. Telefonda gaplashyapti ekanlar, xalaqit bermaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Dehqonboy, assalomu alaykum. Qalaysiz? Sog' salomatmisiz? Nech pul xudo xolasa tarvuz? 3000 ozgina kami bor. Bozor qancha qildi? 2550 ga bermayapti. 2550 ga berilmayapti ekan. Maşallah. Palaklari ham joyida, xudo xolasa. Gap ozni yurilsa berib yuboriladi. Juda zo'r. Necha gektar bor? Bor, 15 tonna bor. O 15 tonna tayyor bor ekan. Telefon raqamingiz? 95 lik 640 84 90 raqamlarga telefon qilaverasizlar. 15 tonna tayyor holatda turibdi ekan. Mabodo qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, ismingiz? Azbek akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa tarvuz tagi bisyor ana. Mana 100 tarvuz kelib olgan. Qovun ham trendda bugun. Xo'p. Abitdan keyin telefon qilib ko'ringlar. Abitdan keyinga narx meni mo'ljalim ozgina tashlaydigan holat. Assalomu alaykum do'stim. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Qalay? Yaxshi. Yaxshimi bahramizga? Bilolus, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Ha, yashanglar. Ishlar yaxshimi? Bo'p turibdimi? Qalay, qizyaptimi? Yonyapti. Qizmayapti, yonyapti. Qizayib turgani yaxshi-da. To'ppa to'g'ri. Xo'p, hurmatli akalar. YouTube'da chiqadi. Hay. Bilolus. Xo'p, hurmatli akalar. Endi tomondan o'ng tomonga o'tib olib asta sekinlik bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, dehqonboy? Nech pul? 2 million kam bor. Turishi. Do'ngiga sotadiganlar ham bor ekan-ku. Hamma killaga aytayapti. Qancha narx bo'lyapti? 1,5 million? Gap yo'q, xalaqit bermayin. Bozorlaringni bersin. Ukajonim, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom. Nech pul tarvizingiz, xudo xolasa? Turishi 2800 so'm kilogramga, shundaymi? Ya 2 million 800 ming so'mmi turishi? İşte kiloga 2800 so'm. Ukam yordi. Turishini 28 million dedi. Yorasan. Gap yo'q. Bozoringni bersin. Xo'p, navbatdagilarni olib ketaveramiz. Xudo xolasa. Kimdan bu tarvuz? Sizdanmi, amak? Ha? Farhod akamnikimi? Yo'q. Yaxshimiz. Nech pul? 2800. 2800. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 2300 qilishyapti. 2300 qilishyapti. Berilgani yo'q. Berilgani yo'q. 300 ga berilgani yo'q. Xudo xolasa birinchi uzun. Meni mo'jalim tarvuzlar birinchi uzun tarvuzlar haqiqiy chiqishni boshladi. Nima? Ha? Nima bo'lyaptimi? Va alaykum assalom. 5 gektar tarvuzlarni pishdimi? Ha? Pulli bo'lsin. Yoraslar. Hop. Ha, 2800 2300 ga berilmayapti. Bu ham shu narxmi? Shu, ha, bitta paykal. Xudo xolasa bitta paykalda. San 880 xizmatda. O, 880 xizmatda. Telefon raqamingiz? 97 lik 056 8100 raqamlariga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Tagi bisyor. Ha, bisyor. Xudo xolasa asta sekinlik bilan olib ketyapmiz, ko'rib turibsizlar. Videoni olish boshlashim bilan chekka-chekkalarga chiqadiganlar ham bor. Qochadiganlar ham bor. Hop, hurmatli akalar. Bozorda bisyor, xudo xolasa. Tashrif buyursalaring, olsalaring ham bo'laveradi kelib. O'shanga bir boshdan ko'rsatib o'tib ketyapman. Mana. Xo'p. Tarvuz ochilyapti ekan. Dumalab ketarmikan a? Ya dumalamasmikan? Tarvuzning dori ochilyapti. O! Yana sizlar ham bittani ham tushirmaydiysizlar a? Mahallaga tarvuz. Bitta. Voy, mashallah.
Zizi. Zizi tarvuzlari. Oo, yangisi. Voy, yurigi kimdan ekan? Tarvuzni. Sizdanmi? Egasi yo'q ekan. Egasi yo'qmi? 924. Xo'p, shunga o'xshashi bor ekan oldida. Bu kimdan mana? Bardim. Bardin aka. Qani? Bardin aka. Voy, mashalloh, egalari yo'q. Oftobga qo'yib, egalarini o'zi qo'yib ketgan bir yerda. Tarvuz qimmatligi uchun ko'ngli to'xtadi. Assalomu alaykum. Dehqonboy Hashim, nech pul tarvuz? 3000 kam bor. 3000 so'm kam bor. Bozor qancha qildi? 2400, 2300 qilinyapti, berilgani yo'q. Hozir yursa berib yuboriladi. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Xudo xolasa akalar, tarvuzlarni asta-sekinlik bilan olib chiqdik. Bu tomondan qaraganingizda, o'ng tomoni, bu tomondan qaraganda chap tomon, yana bir bora manzilda aytamiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumani, Jamachiy qovun bozori, tarvuz bozori. Bu tomonda tarozi bor, xudo xolasa. Yakshanba, payshanba kesalaring mol bozor ham bo'ladi. Bemalol tashrif buyuraverasizlar. Xo'p, yana bir bora bugun 22-23 sanasi bo'lsa kerak. To'g'risi gap, sanaga qarabman men ertalabda. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar, sizlarga sanadan ko'ra tarvuz narxi muhimroq-ku. Rahmat hammaga. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Yangi videolar xudo xolasa ulashib borishga harakat qilaveramiz.